Gapirayindan hozir mazasi qochib mashina qoldi. Birinchi men urdim, keyin o'rtog'im qo'shilib urdik. Pullarni o'zimiz bo'lishib, 3 kishi bo'lishib ishlatib oldik. Tashqarida onangiz bilan dadasi qiynalarkan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi tomonidan jinoyatlarni issiq izidan fosh etishga qaratilgan tezkor tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, poytaxtimizning Uchtepa tumanida bosqinchilik jinoyati sodir etildi. Ma'lum bo'lishicha, 3 nafar shaxs jabrlanuvchiga tan jarohati yetkazib, uning yonida bo'lgan pullari, mobil telefonini bosqinchilik yo'li bilan olib qo'yishadi. Fuqaroning ichki ishlar organlariga qilgan murojaati yuzasidan Uchtepa tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan o'tkazilgan tadbirlar natijasida gumonlanuvchilar aniqlanib qo'lga olindi. Mazkur jinoyatga Jizzax viloyatida doimiy ro'yxatda turuvchi muqaddam sudlangan Sardor Samandar va Abdulloh ismli shaxslar qo'l urishgan. Mazkur shaxslar Toshkent shahriga jinoyat sodir etish maqsadida kelishib, hech kim bilmaydi, qo'lga tushmaymiz qabilida ish ko'rishgan. Ammo tezkor qidiruv xizmati xodimlaridan qochib qutula olishmadi. Jinoyat sodir etildimi, albatta fosh etiladi. Jinoyatga murosasiz kurashish ishlari natijasida mazkur shaxslar ham tezlik bilan ushlandi. Keyin o'rtog'im bilan turib urdik keyin. Birinchi men urdim, keyin o'rtog'im qo'shilib urdik. Telefonlarini, pullarini oldik. Pullarni o'zimiz bo'lishib, 3 kishi bo'lishib ishlatib oldik. Hamma narsani o'zi tushunib yetdim. Qilgan ishim juda yomon ish ekan. O'zim ham bilmasam bu narsani qilib qo'ydim. Qilgan ishimni mingdan ming afsusdaman. Men qatori mendan kichkina, mendan katta bolalar bunaqa ishlarimni qilishlaringizni maslahat bermayman. O'rtada bu yoqqa kirib ketsangiz ham tashqarida onangiz bilan dadasi qiynalar ekan. O'sha davrimda bilmay bu ishni qilib qo'yib, shu yerlarda yuribman. Mening kechirishlaringizni so'rayman. Bu ishni qaytib qilmayman. Qilmish qidirmish shahar bedarvoza emas. Sodir etilgan har qanday jinoyat fosh qilinadi. Panjara ortida o'tirib qilgan ishidan pushaymon bo'lishdan foyda yo'q. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Toshkent shahrida jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga qaratilgan tezkor tadbirlar davom etmoqda.